Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi brifing Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisi yakunlariga bag'ishlanadi. Eslatib o'tamiz, Majlis palataning veb-sayti hamda YouTube video hostingidagi rasmiy kanali orqali jonli efirga uzatildi. Unda 10 dan ortiq masala ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Hozir ularning asosiylarining ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. Homiylik faoliyatini amalga oshirish tartibi takomillashtirilyapti. Homiylik faoliyatini amalga oshirish tartibini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi homiylik faoliyati subyektlariga nisbatan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy qilish, homiylik tashkilotlarining faoliyati ochiqligini va fuqarolarning ularga nisbatan ishonchini oshirish hamda homiylik faoliyatini amalga oshirish uchun pul mablag'larini yig'ishni qonuniy tartibga solish maqsadida ishlab chiqilgan. Loyihada homiylikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha mexanizmlari, homiylik xayriyalarini yig'ish, xayriya qutisini o'rnatish va undan foydalanish tartiblari belgilanmoqda. Muzokaralardan so'ng qonun loyihasi deputatlar tomonidan ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Fuqarolik jamiyati institutlari yanada qo'llab-quvvatlanadi. Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasida amaldagi qonunchilik normalarini yangi tahrirdagi konstitutsiyamizga moslashtirish va fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash nazarda tutilmoqda. Shuningdek, fondlar faoliyatida ortiqcha tekshiruv va byurokratiya tartib-taomillarini kamaytirishga qaratilgan normalar kiritilyapti. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasi tashabbuskor subyektga qaytarildi. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamalar markazida bo'ldi. Undagi ayrim normalar konstitutsiya va boshqa bir qator qonunlarga muvofiq emasligi sababli majlisda qonun loyihasidagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida uni tashabbuskor subyektga qaytarish maqsadga muvofiq deb topildi. Parlament so'roviga vazir qanday javob berdi? Parlament so'rovi 2025-yil 21-yanvar kuni investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratovga yuborilgan va unda quyidagilar haqida asoslantirilgan tushuntirishlar so'ralgan edi. Eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, eksport hajmini oshirish, talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishni takomillashtirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar. Javobda jumladan quyidagilar aks etdi. Turkiya va Pokiston bilan imtiyozli savdo bitimlari imzolangan. Unga ko'ra Turkiyaga 12 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari, Pokiston bozoriga 17 turdagi mahalliy mahsulotlarni imtiyozli savdo tartibi asosida pasaytirilgan bojxona bojlari bilan eksport qilish imkoniyati yaratilgan. 2024-yilda Yevropa ittifoqining 6 ta davlati hamda Turkiyaga 32 ta charm, oziq-ovqat, meva-sabzavot va to'qimachilik mahsulotlari eksportchi korxonalar tomonidan 64,6 million dollarlik mahsulotlar eksport qilingan. Majlisda vazir javobi ma'lumot uchun qabul qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisida shuningdek yana bir qator qonun loyihalari qizg'in muhokamalar asosida qabul qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat.